Adidas baletkalarning obzorini qilib beraman. O'tgan yili Puma rosa trendda bo'lgan, bu yil Adidas hamma joyi buzib yubordi. Mashhur insonlarga reklama qildirib, mana natija ko'rishingiz mumkin. Xolisinglar yaponcha Tokyo stilida mana baletkada. Ranglarini ko'ringlar. Hammasi ham originaldiki, birga bir teylarigacha Adidas, ichlarigacha Adidas. Bular narxi 350 ming. Xolisinglar mana bunaqa o'zimizning milliy qo'qonchasi ham bor Adidasdan. Hamma abayalar bilan yaxshi chiqishadigan narsa, yengil qulaylikni xohlaganligi ikkita rangida. Xolisanglar Xitoycha, mana Xitoy uslubida. Zo'r narsalar chiqargan. Mana bu ranglari вообще mashhur. Mana Black Pinkdagi qizlar shundan kiyapti hozir. O'shani hisobiga mashhur bo'lib ketdi. Baletkalari вообще topda hozir. O'tgan yil oxirida chiqib, mana hozir bozorni egallab oldi. Ranglarini ko'ringlar, hammasi nalichi 36, 41 bo'ladi razmeri. Narxi 450 ming. Rangini ko'rib, tanlab, screenshot qilsanglar, dostavka beramiz yoki do'konimizga kelib kiyib ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Qizili, anaqa golboy polasalari. Mana bu myulilar ham chiqarib yubordi. Sambani to'g'onni olib tashlab, tapchika qilib qo'yishdi. Ikkita rang. Качество шикарный. Натуральный zamshda, kojada. Ko'ringlar, to'g'onlari вообще idealniy, аккуратный chiqqan. Hech qanaqa lishni joyi yo'q. 350 mingga maza qilyapsizlar. Ham shunurukdek tilla ranglarigacha keltirib qo'yilgan originalga o'xshatib. 36-41 razmerlari. Qolgan assortimentimiz bor, ularni ham obzori bor profilda.